Assalomu alaykum. Hurmatli kimyogarlar, demak sizlar bilan quyidagi masalani tahlil qilamiz. 216-masala. Demak, masalada aytilishicha, 130 litr ammiak bilan kislorod aralashmasi platina katalizator ishtirokida oksidlandi. Suv bug'lari kondensatlangach, 22 litr kislorod ortib qoldi. Boshlang'ich aralashmadagi ammiakning hajmi litrda toping. Demak, ammiak bilamiz, katalizator ishtirokida kislorodda oksidlansa, azot 2 oksid va suv hosil qiladi. Demak, tenglashtirsak buni 4 molekula ammiak. Ammiakning oldiga 4 bo'ladi, kislorodning oldiga 5 bo'ladi. Azot 2 oksid oldiga 4, suvning oldiga 6 bo'ladi. Demak, ammiakda molini bilmaymiz biz, yoki kislorodda aniq molni reaksiyaga kirishgan. Shuning uchun ammiakni X deb belgilab oldim. Demak, 4 molekula reaksiyaga kirishgan. 4x kislorod, 5 molekula 5x. Demak, umumiy ammiakning miqdori 4x, kislorodniki 5x plus ortib qolganini qo'shib qo'ydim, 22 litr. Umumiy yig'sak biz 9x plus 22 litr teng, mana shu 130 litrga teng bo'ladi bizda. Demak, 9x teng 130 dan 22 ni ayirib yuborsam 108 qoladi. X topish uchun 108 ni 9 ga bo'lsam ximiz teng 12 kelib chiqdi. Demak, boshlang'ich aralashmadagi ammiakning hajmini toping. Demak, boshlang'ich aralashmada 4x bo'lgan ammiak. Ximiz 12 chiqdi. 4 ni 12 ga ko'paytirsam 48 litr. Demak, to'g'ri javobimiz D javobi.